Govuk ko'li bo'yida Ichanqal'adan atigi 10 daqiqalik masofada qad rostlagan Xiva Trade Center bu shunchaki bino emas, to'laqonli tijorat shaharchasidir. U Arda Xiva turistik zonasining uzviy qismi bo'lib, o'zbek milliy me'morchiligi va zamonaviy infratuzilmani mukammal uyg'unlashtirgan. Xiva so'nggi yillarda nafaqat sayyohlar, balki tadbirkorlar uchun ham tobora jozibador hududga aylanmoqda. Buning sababi oddiy. Turistik oqim oshgani sari unga xizmat ko'rsatuvchi savdo, ovqatlanish, ko'ngilochar va servis infratuzilmasiga talab ham ortib boradi. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, Xivaga 1 yil davomida 1,94 million dan ortiq xorijiy va 4 milliondan ziyod mahalliy sayyoh tashrif buyurgan. Bu esa barqaror, keng va turli toifadagi mijozlar bazasi shakllanganini ko'rsatadi. Xiva Trade Center Arda Xiva ko'ngilochar markazi hududida, G'ovuk ko'li yaqinida hamda Ichanqal'adan atigi 10 daqiqalik masofada joylashgan. Bu joylashuv loyihani shaharning turistik faollik markaziga bevosita bog'laydi. Loyihaning asosiy xususiyati shundaki, u bitta obyekt emas, balki bir hududda bir nechta yo'nalishni birlashtirgan yaxlit tijorat ekotizimidir. Restoranlar, savdo maydonchalari, ko'ngilochar obyektlar va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi bir joyda jamlangan. Masalan, Buxoro restorani 2 qavatli bo'lib, 1000 kvadrat metr maydonga ega va allaqachon foydalanishga topshirilgan. Kompleks tarkibida yana bir restoran, zargarlik majmuasi, kinoteatr, to'yxonalar va sog'lomlashtirish obyektlari ham mavjud. Bu yondashuv sodda, ammo samarali biznes modeliga asoslanadi. Tashrif buyuruvchi bir hududning o'zida bir nechta xizmatdan foydalanadi. Natijada mijozning hududda qolish vaqti uzayadi, savdo aylanishi ortadi va tijorat samaradorligi oshadi. Investitsiya shartlariga kelsak, moliyalashtirish modeli qulay. Bank orqali moliyalashtirish usuli 85% gacha yetishi mumkin. Boshlang'ich kirish 15% dan boshlanadi. Konsorsium modeli ham mavjud bo'lib, bir nechta investor kichikroq kapital bilan yirik loyihada ishtirok etishi mumkin. Muhim jihat shundaki, asosiy obyektlar allaqachon qurilib foydalanishga topshirilgan. Bu investitsion xavfni kamaytiradi va daromad oqimini tezroq shakllanish imkonini beradi. O'zbekistonda turizm rivojlanmoqda. Xiva esa ushbu o'sishning faol markazlaridan biri. Siz bugun ikkilanayotgan imkoniyat ertaga boshqalarning daromadiga aylanishi mumkin. Majmuani xarid qilish yoki batafsil ma'lumot olish uchun ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.